Assalomu alaykum Termiz uy bozor a'zolari, sizlarga Termiz shahar Yashil dunyo hududidan 7 qavatli g'ishtli uylarning 6-qavatda umumiy maydoni 67 kvadratni tashkil qilgan mana shunaqangi tayyor Yevro remont uyimiz sotuvda. Videomizga hozirdan bitta like tugmachasini bosib qo'ying. Xonadonimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, hozir men kattagina kardora turibman. To'liq remontdan chiqarilgan kelishimizda chap qo'limizda bizda kichkina xonasi, ko'rib turganingizdek, spalni xona desak ham bo'ladi yoki mehmonxona, to'liq remontdan chiqarilgan natojniy, patolog, yorqin aboylar hammasi qilingan azoblarchilar. Kelishimizda o'ng qo'limizda bizda spalni xonasi. Aynan ushbu xonamizda balkon joylashgan. Ko'rib turganingizdek, aytgancha 7 qavatli g'ishtli uylarimizda lift mavjud, 24/7 ishlaydi. Narxini sizlar uchun boshidan aytib o'tamiz. Narxi 535 million so'm deb baholandi. Yanada tepasida kelishadigan joylari mavjud. Bu xonadan chiqishimiz bilan o'sha koridor, chap qo'limizda esa keyingi 3-xonasi hisoblanadi. Bu xona ham to'liq remontdan chiqarilib, yorqin aboylar tanlangan. Aynan konditsionerlar shu xonada joylashgan. Tezda shoshilib qolamiz. Aynan sizda 350 million yoki 300 million orada pulingiz bo'ladigan bo'lsa, qolganini ipoteka, ya'ni ikkilamchi tarzda chiqarib ham beramiz azizlar. Kelishimizda bizda aynan siz so'ragandek dushovoy bilan hujjatxonasi razdelni ko'rib turganingizdek, bu yerda dushovoy to'liq samakli qilingan. Undan keyin esa hujjatxonasi. Gaz, suv, svet, kanalizatsiya aslo muammo yo'q azizlar. Ayollarimizning sevimli xonasi hisoblangan oshxona ham to'liq ko'hna mebellar qilingan, ko'rib turganingizdek. Yangi holatda, hali hech kim yashamagan aynan ushbu xonadonni siz birinchilardan bo'lib kelib yashashingiz mumkin. Narxini video boshida aytib o'tdik, 535 million so'm deb. Yanada tushunmagan savollaringiz bo'lsa, pastda raqam qoldiramiz, bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin.